Hammaga salom. Shuncha paytdan beri men YouTube'ga video qo'yib kelib, lekin biror marta Livik kartani qo'ymagan ekanman. Qo'yganlarimni har xilini qo'yganman. Erangel qo'yganman, Rondo kartasini qo'yganman, даже Karakkinni ham qo'yganman, lekin Livik qo'ymagan ekanman. Shuning uchun bu xatoni to'g'rilash uchun mana shu videoda men Livik kartani qo'yaman. Buning uchun albatta like bosib qo'yinglar. Bu videoda men bitta o'zim o'ymayman, albatta ukam bilan bo'laman. Hozir ukamni chaqiraman. Ha, yana nima chaqirdingiz? Shu Livikni bitta qiynab chiqinglar. Shu Livik ikkita narsasi chiroyli ko'rinadi. Birinchisi mana shu oqib turgan sharsharasi, ikkinchisi vektor. Qayoqga tushamiz? Meditsinaga olib tushiring. O'zi deyarli hamma nima olib tushayotgan ekanman-u. Marked a location. Vay, bu yerga odam tushdi. Chaproqda mana kichkina uyga tushamiz. Bu yerga ham bitta odam tushdi. Tezroq qurol olish kerak. Qurol olishga ulgurmay qoldim. Lekin o'zim bunaqa bot o'ynayman. Hozir qaytadan tushaman masjidga. O'sha qurol ola olmay qoldim. Help! Sherigimizdan oldiga tushib qutqarsammi ekan deb otuvdim, ammo o'lib qoldi. Yaxshi ham o'lib qoldi, bo'lmasam sizni kim qutqarardi? Ishon, agar emaylab qolsang seni umuman qutqarmayman. Shuncha ortiqcha gapirma. Awesome. Thanks. Watch out. Bor, har xil tarafdan otdi, lekin bitta tarafdan ham ko'rmayman. O'shaning uchun otdi. Mana buni ustida zo'r narsalar bor ekan. Mashitda odam yurganini ko'rsatyotdi. Qattiq endi. Mayli chiqura qoling. Baribir qattiq ham bo'lardi. Voy. Ma'melab qoldim yaxki. Voy, kakras. Vaqtida kelding boru. Tezroq ko'tar endi meni o'ldirgunigacha. Qanday ko'tarish? Shunday ko'taravering. O qara, lekin o'zing ham emaylab qolishing bor, shuning uchun yerga qo'yib normalni ko'tar. Agar o'lib qolsam, shun hayot turib o'ldiraman. Turishim bilan yana otishma, shuncha qocha qolaman. Baribir hozir otib o'ldira olmayman. I got supplies. Haykaldan bo'lgan krisi. Bular bor vektorlardan ham o'tmoqchi. Shunaqa yerga yotyapti. Lekin mana foydasi yo'q. Emaylab qoldim. Bot bo'lgandan keyin emaylaysan-da. Marked a location.
O yonimga kelma, tutunga kirgan o'zi nima uni dim otdim. Sani ko'targunimgacha anu kelmasa bo'ldi. U ham mayli kelishidan oldin granat otmasa bo'ldi u. O ana baxtli ikkinchi qurbonimiz. Video uchun ikkinchi kill bo'lding, barakalla. Awesome. Yurishkalga boramiz. Awesome. Thanks. U yerramasa orqadan kelganni endi anaqa shopmay qo'yatuvdim. O 416lar bor ekan. Help. Sherigimiz emailadi, yur ko'tarishga boramiz. Tezroq bor, kapalaydi uchki agar bo'lsa. Vay, dabit qilishga ulgurdi. Lekin shuni bilaman, sherigimizda anaqa bor ekan. Got it. O'zini turg'izadigan nimadirdi, otini. Thanks. Sani qaytarganim uchun albatta lutingni men qilaman. Bo'ldi, o'sha kapalina quvvati tugadi. Teparoqga not tushaman desam, yonginaga tushirib qo'ydi. Viktorlarga o'zi yongina ham bo'radi. Ukalaga kaltay bo'radi. Nice. O'zi ichki gapdan yedirdim deb o'ylasizmi? Chunki rostdan ham gapdan yedirdim. Mashitga odam uchib keldi, borish kerak. Awesome. Thanks. Pulemyotda o'ynayotgan ekan, anu. Ekimni rangi ototda qochish kerak. Qoch. Beka. Shunaqa botlar o'zicha azgincha jonni chakoladi ekan, yoningga yugurib keladi. Awesome. Thanks. Awesome. Thanks. Excellent work.
Bor bitta odam qoldi. Menimcha boyamani yoniga uchib kelayotgan odam qolgan bo'lsa kerak. Bitta dona odam qoldi. Va yo'da 3-sherigimizdan emaylar tezroq borish kerak. Uchadigani ham vaqt tugabdi kapalayni. Bo'ldi, oxirgi odamni o'ldiraman. Ozgina joni bor. Bori kapalay shuna hozir kerak bo'lyapti. Uni bittadan boshini chiqarsa ham mayli. Get me up. I've got business to finish. Mark the location. Watch out. Oxirgi keluvgan qaraqa qildi. Zato to'p biri akem olib berdi. The best. We're the best. Shotga mana eng chiroyli joyda musor setting bilan kirib kelgan. Bu videoni tayyorlash uchun meni 1,5 soat vaqtim va 3000 megabaytim, undan tashqari milliondan oshiq asab tolalalarim ketdi. Shuning uchun agar shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Bundan keyin undan ham zo'r video chiqarishga harakat qilaman.